Yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomliq tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hur qiz Baytash. Shingshay mundaq bir varaq telegrammaga ta'sirlanib, markazga bo'ysundiganlardan emas edi. Uning nazarida Kuomintang hukumati butunlay tugashgan hukumat hisoblanadi. Bulupmu u Manchuriyani egillagan yaponlarning pat arada o'tir tuzanglikka umumyuzlik hujum boshlaydiganligiga ishonadi. Mushu sababdan o'zining parlaq istiqbolini faqat Sovet ittifoqiga bog'lagan edi. Ya'ni u Kuomintangni mag'lub bo'lg'uchilar qatoriga chiqarib o'tgan bo'lg'achqa, o'zi mangan Sovet ittifoqiga yaqinlashish yo'lidan qaytib, Nanjing hukumatining kontrolini qabul qilishni xohlamaydi. Va u yo'ldan qaytishmi mumkin emas edi. Rastilla Shingsayning o'ylagandek oradan hech bir vaqt o'tmayla Yapon armiyasi Xitoyning eng muhim shaharlariga umumyuzlik hujum boshladi. Yaponlar 1937-yili 9-oyning 14-kuni Beijingni ishg'ol qilgandan keyin orqadan 2 oy o'tmayla Shanxayni ishg'ol qildi. Bunun bilan Junhua Mingu hukumatining ostonasi Nanjing tahdid ostida qolgan edi. Shu vajidan Nanjing hukumati ostonani Chongqingga yo'tkashga majbur bo'lgan edi. Yana shundaqdimi nurg'un markaziy ma'muriy organlar boshda Nanjingdan bir qadam yiroqroq bo'lgan Xankuga chekingan edi. Shu munosabat bilan Məsud Apandi bilan Isa Apandimi o'zlarining Nanjingdagi butun ishlarini yig'ishtirib, 1937-yili 11-oyning 24-kuni Nanjingdan Xankuga qarab poyezd bilan yo'lga chiqdi. Bu mezgilda Nanjing aholisi urush vahimasi ichida qolgan bo'lg'achqa, butun avam uvusi chuvilgan cho'milidek o'la tirilishiga qaramay taraf-taraflarga qechishga boshlagan edi. Nanjing vokzali odam bilan liq to'lgan edi. Poyezd bo'lsa, go'yo to'pon balasi zamonidagi Hazrati Nuh alayhisalomning kemisiga o'xshab qolgan edi. Har kim o'z jonlarini qutuldirish uchun poyezdga chiqib olishga oldiraydi. Poyezdning vagonlari odam dengizi orasida qolgan edi. Biletibalarning poyezdga chiqishi shunchalik qiyin edi. Mig' odamlar bir-birini ittirishib, o'la tirilishiga qaramay poyezdga chiqishga tirishadi. Ikki apandi bo'lsa, ana shu odamlar qatorida aron deganda poyezdning yeniga yetib keldi. Va mijiqlab tutib turlishtirayotgan biletini bilet tekshiruvchi xodimga sundi-da, orqasiga qarabmi qo'ymay, udul yo'lovchilar vagoniga chiqishdi. Vagonning orasidagi yo'llarda odam turib olgan bo'lg'achqa, joyini tepib o'ltirishmi shunchalik mushaqqatli bir ish edi. Ular aron deganda o'rinlarini tepib, qo'lidagi chamadonlarini yerlashtirib bo'lishi bilan tang, paravuz dahshatli bir ovoz bilan go'dak berib, urxullaridagi qop-qora islarni atrofga qora bulutdek yeyib, orqasiga qator chetilgan vagonlarni so'rab, asta-asta vokzaldan qo'zg'aldi. Poyezdning orqasida qolgan odamlar bo'lsa, go'yo o'lim dengiziga tushib ketayotgandek, qora istutakning orasida ko'rinmas bo'lib ketgan edi. Ikki apandi o'z halakchiligi bilan bo'lib ketib, vokzaldagi bu manzaralardan bexabar qoldi. Ammo qisilib bo'lsa-mu o'z joylariga yerlashib olgan edi. Paravuz bor kuchi bilan liq-muliq odam qachilangan vagonlarni so'rab, Changjiang daryosining qarshi eqiniga qarab, ajdahodek to'lg'inib ketayotganda, Changjiang daryosimi o'zining asli makoni bo'lgan dengizga qarab, o'rkash yasab, bahaybat eqib ketayotdi. Mayli odam qachilab mangan poyezd bo'lsin, mayli daryo bo'lsin, har ikkilisi erkinlikka qarab qochqinlar edi.
Himalaya cho'qqilariidagi qar muzlarning erib, eqib tushishidan hosil bo'lgan bu giganit daryo tarixdan buyon bundoq urush, parakandichiliklarni talay qitim beshidan o'tkazib ko'nib ketgan bo'lg'achqimikin tong hech ish yuz bermagandek salmoqliq bilan o'z eqinni bo'ylab eqiyotadi. Halbuki vagonlari tiqma-tiqma odamlar bilan to'lgan poyezd bo'lsa, to'mir chaqlarini ostidagi relsga bo'lishiga urib, odamning quloq mengizini yog'idek taraqlagan ovozlarni chiqarib mengib, uchiq derazadan sirtqa qarab o'ltirgan ikki apandining xiyollarini buzib o'tib borgan edi. Yana shundaqdimi har ikkilisi o'z kallasida bundan keyingi ishlarni bir mezgil daryoning eqishi bilan hayotning beqishiga tashlab qo'yib, Xonko'ga borgandan keyin u yerda uzoq turmayla udul ona vatanning bu so'g'isi hisoblanadigan Lanjo'ga qaytib ketishni xiyolini qilib o'tadi. Mas'ud apandi bo'lsa, Lanjo'ga qaytib, urush o'tlari besiqqcha bir mezgil shu yerda turishni, navoda fursat tepilsa, ona vataniga qaytib ketishni ko'ngliga pukkan edi. İsa apandimi Lanjo'ga chaqqaroq qaytib berib, ig'ir oyoq ayoli bilan o'g'li Muratni va aksi Abdullahni ko'rishni bakma orzu qilayotgan edi. Abdullah bek bultur sentabirda İsa apandining ayoli va o'g'lini elib Nanjingga kelgan edi. Ular Nanjingga kelib, ozroq vaqt o'tgandan keyin İsa apandi ularni Lanjo'ga opirib o'rinlashtirib qo'ygan edi. Ya'ni shu chaqda İsa apandi mana bugünkidek kunlarning beshiga keladiganligini oldin faraz qilgan bo'lg'achqa, oilasini urush rayonlaridan yiroq va vatanga yaqinroq rayon hisoblanadigan Lanjo'ga opirib o'rinlashtirib qo'yishni eng muvofiq tanlash deb qaragan edi. Demisimi, Lanjo boshqa o'lka shaharlarga qaraganda xeli tinch shahar edi. Onun ustiga Lanjo'da Shinsayning zulmidan qochib kelgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar xeyli ko'p edi. Hatto ular İsa apandi va Mas'ud apandilarning qo'llashi bilan bir Uyg'ur bozorini qurib olgan va bu bozorni cho'ridigan holda kichik bir Sharqiy Turkistonliklar markazlashib o'ltiraqlashgan mahallani barpo qilib olgan edi. Shu vajidan ikki apandi Lanjo'ga qaytib berib, shu yerdagi Uyg'urlar bilan birlikda Nanjingda hozirgacha elib borgan nashriyotchilik, tashviqot, ma'rif va siyosat jihatdagi faoliyatlarini davomlashtirishni o'ylagan edi. Xonko'ga kelgandan keyin ishlar rostilla ularning o'ylaganlaridek bo'ldi. Ya'ni Gomindang markaziy hukumatı ulardan Yaponga qarshi urushni qo'llashini va davlatning ichidagi musulmonlarga va musulmon dunyosiga bo'lgan tashviqot va diplomatiya ishlarini kuchaytirishni talab qilgan edi. Mana mushu munosabat bilan ikki apandi fursatni ching tutib, Ningxia va Qinghai qatorliq o'lkalardagi musulmonlarga bo'lgan faoliyatni qanot yoydirishni maqsad qilgan asosda yilning oxiri Lanjo'ga qarab yo'lga chiqib, 1938-yilning 5-ida o'z qarindoshlari va oilasi bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan edi. Bo'libmi, İsa apandimning xushalliqi o'zgacha edi. Chunki ayoli Fatima xonim bir o'g'il tuqqan edi. Hamda o'g'lining ismini Erkin deb qo'ygan edi. Mana bu erkinlikka tashna bo'lgan bir onaning yurak sadosi va orzu umidlari edi. Bular o'zlarining ajdodlarining kim ekanligini biladigan onalar bo'lganlik uchun o'z farzandlarining ismini Erkin deb qo'ygan edi. Ushbu ism orqali bir jihatdan o'zlarining erkinlikka bo'lgan intilishini namoyon qilgan bo'lsa, yana bir jihatdan shuncha jafo mushaqqatlar ichida sarson, sargardon yashab turibmi, erkin ruhini hech bir zamon yo'qolmaganligini butun dunyoga jakarlash uchun cho'qon ko'targan edi. Demisimi, butun jahon ahli bilish kerakki, o'sha onalar va otalar erkinlik uchun bu hayotning har bir daqiqasini kurash qilish bilan ma'nilik o'tkazayotgan edi. Va bu orqali butun Sharqiy Turkiston miqyosida erkin deb ism qo'yilgan sabiy bovoqlar uchun yaxshi bir muhit yaratib, ularning ona vatanning tog' daryolaridagi
çöl bayavallarıdaki, yaylık bostonlıqlarıdaki sap ve erkin havadek havadan nefes ilişiga vesile buluşunu nişan kılgan idi. Gerçi Şinşisay Şarkı Türkistan xalqlarini öldürüp ve türmelerge qamap, ularning erkin jismini bu dunyodan yo'qotmoqchi bo'lgani bilan ruhidagi erkinlik tuyg'usini o'ltirolmagan va asorat zanjiri bilan kishanlab qulluqqa mahkum qilolmagan edi. Texi aksincha shu erkinlikka bo'lgan tashnoliqi hassilab eshib, erkinlik uchun jonlarini atab kurash qilishga tayyorlik qilayotgan edi. Ani shu sababdan tumanlagan Uyg'ur onalari o'z farzandlarining ismini erkin qo'yib, kelgusidagi janglarga atab qo'yayotgan edi. Uyg'ur millatida ani shundoq pidokor, ani shundoq erkin ruhga ega onalar bo'lganligi uchunla bu millat ta bugungi kunga qadar mushu dunyoda o'z mavjudligini saqlab kelmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish hojatki, Lanjodagi onalar, otalar ve balalar ani shu erkinlik uchun ana vatanlaridan ayrilib, vatanning ozodligi uchun imkoniyatlari yor bergan doir ichida qo'lidan kelguncha kurash qilmoqda. Badal to'lamoqda edi. Shu vajidan ularning vijdoni pok turmoqda edi. Bu dunyoda faqat inson o'lgandila yo'q bo'lib ketishining o'zi unchalik tragiyalik natija emas. Asli tragiya bo'lsa, inson bu dunyoda yashab turg'ini bilan erkinlikka, ozodlikqa bo'lgan tashna ruhining yo'qolib ketishidir. Mana bu tragiyalik natija bu dunyoda bor insonni yo'q qilib, qul qilib o'tadi. Faqat ana shundoq ruhiy qulluqqa mahkum bo'lmagan onalar, baxiliqlar mustamlikchilarning mustamlikasidan hamon bir kuni ozodlikqa, mustaqillikqa erishidi. Masud apandi bilan Isa apandi Lanjoga kelgandan keyin bu yerdagi Sharqiy Turkistonlik vatandoshlarni birlashtirib bir shirkat ochdi va Abdulla Bagni shirkatning direktori qildi. Shirkatning ismini Masud apandining taklifi bilan Altay Savdo shirkati deb qo'ydi. Shirkatning qurilishi bilan tang Gansu, Yumin, Anshi, Suju qatorliq Yiroq yaqindagi o'lka va shaharlarda yashaydigan Uyg'urlar Lanjoga kelib yerlashishga boshlagan edi. Ani shundoq Yiroq yaqindan kelgan Uyg'urlarning to'plashib o'ltiraqlashishi natijasida bir savdo bozori maydonga keldi. Va bu bozorda Sharqiy Turkistondagi har qaysi yurtlarning ismlari bilan atalgan nurg'un do'kon, oshxona va saroylar ochilishga boshlagan edi. Keyin ishlar bag'ansiri taraqqiy qilib, kichik tipdagi Uyg'ur maktablari va nashriyotlar qurilgan edi. Masud apandining eng muhim ortiqchiliklaridan biri bo'lsa, har qanday joyda, har qanday qiyin sharoit ostida bo'lsa-mu, Uyg'ur ma'rif bilan Uyg'ur nashriyotchilik ishlarini yo'lga qo'yishga nihoyat ahamiyat beradi. Bu qitim u Lanjoga kelibla odati bo'yicha bu ishlarga alohida ko'ngil bo'lgan edi. U bir chetdan Uyg'ur balalarga va savodsiz ota-onalarga Uyg'ur tilini o'rgatish uchun sinflarni ta'sis qilgan bo'lsa, yana bir chetdan Uyg'ur jamiyati qarmoqi ostidagi nashriyotda Uyg'ur tilidagi she'rlarni, hikoyalarni, siyosiy muloyizalarni e'lon qilish ishlariga yetakchilik qildi. Shuning bilan birga u o'zining Uyg'ur ma'rifiga atab yozgan Sharqiy Turkistonda ma'rif nomli asrini e'lon qilish orqali Uyg'ur yozuvchilarga ulgu bo'ldi. Masud apandi hikoya shaklidagi proza asarlarni yozishga ajabmi ishtiyoq bog'lagan bo'lg'achqa, asarlarida konkret odam va konkret voqeani asos qilib, belgilik obyektiv reallikni aks ettiradi. Bo'libmi u siyosiy xohishini ifodalaydigan siyosiy yoziqchilikni san'atga aylantirib olgan talantli yozuvchi edi. Uning asarlarining chiqish nuqtasi doim milliy ruhni uyg'otadigan millatparvarlik ongni va adolatsizlikka qarshi tuyg'uni namoyanda qilish bo'lib kelgan edi.
u o'zining siyosiy xohishini shuncha ro'shan bilgachga siyosiy mazmunni asos qilgan asarlarni estetik qimmat va ilmiy qimmat bilan birlashtirib, texmi yuqori siyosiy mazmun va texmi yuqori badiiy zo'q ato qiladigan asarlarni yozishga tirishadi. U shunchalik aldirash, shunchalik qiyinchilik sharoitlardimi prozaga bo'lgan o'ta qizg'inligini yo'qotmay saqlab kelayotgan edi. U har bir asarida hargiz san'at ijodiyati bilan shug'ullanayotgan san'atchidek emas, balki yuksak milliy mas'uliyat yuklangan zamonning milliy qahramonlaridek ozodlikni, milliy ongni targ'ib qiladigan va navbatdagi mavjud siyosiy va ijtimoiy masalalarga keng ommaning diqqatini qaratishni siyosiy maqsad qilgan asarlarni yozadigan siyosiy yo'lboshchi edi. Demisimi, Uyg'ur yozuvchilarining asarlarida bir siyosiy muddao bo'lmay, aksincha yozgan asarlari faqat may qo'ng'izdek yaltiroq jumlalar bilan bezalgan, mo'l hissiyotga to'lgan abzaslar bilan to'lgan, chuqoni yo'q fasohatlik so'zlar bilan qurashtirilgan bo'lsa, albatta bundoq asar Uyg'ur millatining nazarida jonsiz ma'budiga aylanib qoladi xolos. Ammo Mas'ud apandining asarlari bundoq xohishlardan mustasno edi. Uning asarlari yuqorida bayon qilgandek siyosiy mazmun bilan dumlangan tirik asarlar edi. Ana shundaq mazmunlarni aks ettiradigan asarlaridan biri bo'lsa, Cho'ruq Hekim nomli asari edi. Bu asar mundaq yozilgan edi. Bundan 80-90 yilning oldidagi bir kuni Ilining Jangjong mahkamasidan ayning beshida va o'ttirlarida ilib berildigan va shundaqla cho'qim kelishga tegishlik bo'lgan butqi cho'qinish murosimiga Ilining diniy ishlariga mas'ul bo'lgan Alam Axunumma qatnashsin degan amr kelgan edi. Cho'ruq Hekim bu o'rinsiz amrini topshirib olgandan keyin xuddi puti ko'ygan to'xidek o'zini qo'yidigan yer topolmay, shunchalik bearomchilik ichida qilib, cho'nqur g'amga patdi. U ichida bundaq haddidan oshgan va odam o'ylasa aqlining uchchig'imi kelmaydigan amrining dadini bizli tassoq. Balasi bizning beshimizga kelsa mayli tug'u. Biroq hozir bizning yaqin odamlarimizmi bu ishga chetilib qoladigan bo'ldi. Bundaq odamni bo'zaq qiladigan ishlar yana yuz berib, burunqidan battar andisha, iztirob ichida yashaydigan kunlar beshimizga keladigan o'xshaydi. Bu haq bu dunyoni bizga alla-burulla jahannamda qilib atgan edi. Aram Xudo yashashimizga imkon qoldirmagandi. Hozir battarning battari beshimizga toshdek yig'ib atadi. Xalqimizning usti beshida igini yo'q. Qornining yermi to'q, yermi och yashayotidi. Turmushda o'lgidek tatiyotgan azoblarimiz yetmagandek va bu zulm, bu sitamlar oz kelib qilayotgandek butqa cho'qinish ishi nerdan chiqdi? Bizga umid baxsh etib, tasalli berayotgan mush o'zimizning muqaddas din emasmidi? Bizga madad berib turayotgan narsalar ichida faqat shu Xudoyimla qolgan edi-ku. Amdilikda o'sha Xudonimi bizdan tortib olmoqchi bo'latamsizlar? Yillardan buyon inson va insonparvarlik degan bu hukmlarni sizlarga yarashtira olmagan edik. Chunki sizlarning ko'nglinglar Alloh, niyatinglar qora ekanligini bilatdik. Shu vajidan sizlardan hech bir zaman insof kutmagan edik. Mana bugungi kunga kelganda o'ylamagan yerdan bu askilikni qilmoqchi bo'lyapsizlar deganlarni o'yladi. Ana shundoq o'ylarni o'ylagan siri ochiq o'g'u yutib olgandek bo'lib, ichidan iztirob chekib, bir kechani kirib qoqmay o'tkazdi. Cho'ruq Hekim atisi tong etish bilan tang Udul Molla Nasira xonimning uyiga qarab yo'l oldi. Ammo bir qancha qadam ola olmayla ixtiyorsiz orqaga burildi. Chunki kelgan amrining mazmunini Nasira xonimga aytishga jasorat qila olmayotdi. Oxiri yana qat'iy niyatga kelib, bilsa bilmamdi. Buningga mening nima amalim bor edi? Bu ishning huddisidan o'zim yolg'iz qandoq chiqatdim? Shunga bu ishga hammamiz tang bosh qotirishimiz kerak-da degan o'ylarni aqlidan o'tkazib, Udul Nasira xonimning uyi tarafga ishtin qadam tashlab yurib ketdi.
Qaq səhərdila darvozdan chuqur hekimning tuyuqsiz salom berib kirib kelganini ko'rgan Axunum hayron qoldi. Ürkidi va ozroq qo'rqqandekmi bo'ldi. Chunki qo'rog'i kirgan hekimning chiroyi tamdek toptirib ketgan bo'lib, chehrida qonning didori qolmagan edi. Hekimning bu turqini ko'rgan Axunum texmi andishiga tushib, nima qilarini bilmay, almon-talmon aman esanlik so'rgandan keyin neymiş yüz bade? To'qi-poq yemasda bu yerga yugurib kelganlarga qaraganda kutilmagan bir ish yuz bergan o'xshamamdi. Qani odamni to'la jili qilmay, tillarining uchlaridagi gapni aytmamla, deb tili gapga kelmay kekashligila turdi. Bu chaqda churuq hekim so'zini nadim boshlashni bilolmay, birdam tamtirab turgandan keyin oxiri Axunumning betaqat bo'lib ketayotganligiga qarab, o'zini sal tamkin tutib, jasoratini to'plab turib, Axunum, hech qanday bir ishning yuz bergani yo'q, deb Axunumning o'ngi o'chgan chiroyiga tikilib qaradi-da, yana so'zining davomini aytdi. Bo'layotgan hamma ishlar o'zimizga besh qo'ldek ayon. Men yoshirib o'ltirmasammi, sizlar hamma ishdan xabardor. O'zlari biladilar. Bu haqdan bizga askilikdan boshqa bir narsa kelmaydi. Qiladiganlar askilikning hammani qilyotadi. Ammo bunchalik haddidan oshiradiganligini o'ylab boqmagan ekanman. Bizning esimizga kelmagan, o'ylasak aqlimizning uchug'ini keltira olmaydigan ishlarni ular neden o'ylab topadigandu tong? Deyishiga Axunumning chiroyiga bir oz qon yugurgandek bo'ldi va o'zini tutib olib, yana boshsiliqni o'stiribdimi? Yoki bo'lmasa, yangi bosh turlarini yo'lga qo'ymoqchi bo'lib o'tibdimi? Alloh egam o'z panoyida saqlag'ay. Gap qilmaydi-lu-g'o. Yoki o'ylamagan yerdan bira kelishmaslik bo'ldimi yo? Demisimi, bundaq o'ylamagan yerdan yuz beradigan kelishmasliklar har zamon, har yerda yuz berib turadi. Endi kelib navbat bizning beshimizga kelibdimi yo? Churuq hekim bo'lsa, Axunumning orqa-orqadan so'ragan savollarini va og'zi-og'ziga tegmay aytayotgan so'zlarining biliga urishni xolimida bo'lg'ay, zuvonmi chiqamay, tiniqi uzilib qolgan odamdek shuk turishni munosib ko'rdi. Ammo Axunumning so'zi oxirlashilgandek qilmaydi. Shunga hech chidg'uchiligi qolmagan hekim ikki og'iz ochiq so'z qilish qaroriga keldi va tarini turib, Axunum, bayatın biri sili davatgan ishlarning hech biri yuz bermidi. Sili bizning aqlimizga zinhor kelmaydigan bir ish yuz berdi desilar, dedi. Va davatgan gapimni yutib etib shukturib olsam, Axunum texmi urkib, andishi ichida qolmasin yana degan o'ylarni kallasidan chaqmoq tezligida o'tkazgandan keyin so'zining oxiriga ulab mundaq dedi. Chilliqlar silini kuragi kelsin degan mazmunda amr yo'llabdi. Hekim bundaq deyish orqali kuradan kelgan buyruqning odamning jinini oladigan tarafini yushirib qilishga tirishayotgan edi. Bu so'zni anglagan Axunum so'g'uq kuldi va o'ng qo'li bilan qordek oqargan quyuq soqollarini yengil silab turib, qo'rqadigan nima ish bor? Bunchalik ishqimi, shunchalik ansizchilikka tushib ketadigan gapmi? Keldigan bo'lsa bormanda. Biz bormagan, biz ko'rmagan kura emas-ku o. Deb hekimni bir oz bo'lsa-mu xotirjam qilishga urindi. Hekimmi bu so'zlarni anglagandan keyin bir oz xijil bo'lgandek bo'ldi va o'zini bunchalik qo'rqinchoq chaqlab qolganligiga chidamagandek qilib, Axunum, bu qitimqi berish burunqilarga zinhor o'xshamaydi. Bu qitimqisi bilan burunqilarining o'ttirisida ajoyib cho'ng farq bor, dedi va sal o'ng'aysizlangan holda, silini butqi cho'qinish murosimiga qatnashish uchun chaqiribdi, debla so'zining oxirini darhol yutib etdi. Bu so'zlarni anglagan Nasir Alam Axunum ustiga birchilik sovuq suvni qo'yayotgandek shunchalik dahshat shurkinib ketdi
va titrab ketayotgan alqonlari bilan manglaydan shuruldab eqiyotgan sovuq tarlarini surtdi. Andin ichidan urg'ib chiqayotgan ochiqlarini noiloj besib olishga tirishib turib, umrimda ko'rmagan bu kunlarmi bor ekan-da tehi, deb beshini tuvanga solgan holda qishidagi o'rindiqqa ildam o'tirib oldi. Axunumning bu holini ko'rgan cho'qir hekim bu shum nasbasti buyruqni ko'tirib akalganligiga ming bir pushaymon qildi va kallamni olsimi olsin, hargiz bo'yin egmayman. Kesilmagan boshmitdi bu. Kesil noiti bir bosh keta. Bunda xo'rliqqa qolgandan ko'ra o'lgunimiz a'lo emasmi? Bundaq amirga bo'yin egmay kesilib ketgan bosh nima degan sharaflik bosh ha? Deganlarni o'ylab o'zini o'zi bazladi. Va rostilla o'zini azodi his qilib qoldi-da, ondan aqlini ishqa selib, "Axunum, mening gapimga quloq sep baqsizlar" deb Nasir axunumning yeniga bir qancha qadam elib yiqillab keldi. Va biz azroq bo'lsa g'ayratlik, jasoratlik bo'layli. Albatta, buningga bir chora tepilib qolar. Har qanday zo'r ishning bir oson tarafi bo'ladi-ku, deb axunumga tasalli berishga tirishdi va axunumga tikilib qaradi. Bu chaqda axunumning chiroyi samandek sarg'ayib, o'ngi o'chib ketgan edi. Cho'qir hekim bu holni bayqab, axunumga teximi obdaroq tasalli berishga tirishib, kulimsirab turib, "Ha, axunum hazratlari, aslida bu ishdan qutulishning bir amali bor", dedi. Bu gapni anglagan axunum darhol, "Ha, qanday chora ekan o?" deb so'radi. Hekim, "Hamon boradigan yerga bormasak bo'lmaydi. Ilohim, ikkinchi qatim berishga nasib qilmas. Hozircha sizlar bilan xo'shlashib mengib turay. Sizlarmo charchadilar. Endi obdan aram olsalar. Alloh xolisa, ati sahardilar yana kelaman", debla udul darvozadan sirtqa qarab chiqib ketdi. Nasir alam axunum nima bo'lganligini bilmay, orqasidan dong qetib turib qoldi. Әтісі сәһәрдә нұқта вә чулвур қатарлық жабдуқлары шунчылык нәпіс текілген, ikki semiz at qo'shilgan yip-yangi bir payton Nasir alam axunumning darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Paytonni haydab kelgan paytonkash bo'lsa, Churuq hekimning dal o'zi edi. U usti beshiga hokimlik mansibining rasmiyona to'nini kiyib olgan edi. Beshiga kiyib olgan manjucha mansabdorlik qalpiqining ustiga qadalgan marjonlar quyoshning nurida kahrivodek julanib turadi. Nasir alam axunum Cho'qir hekimning bu taqi turqini ko'rib, hayronlik ichida dong qetib bir pas turib qoldi. Va bu endi nima ish? Qanday bo'lib ketdi bu ishlar? Nima deyishimni bilmadim, deb savol nazaridan Churuq hekimga qaradi. Churuq hekim, "Men sizlarga bu ishlarning vajini heli deb beraman. Endi hozir darhol yo'lga chiqmasak bo'lmaydi. Qani, chapsan paytonga chiqsizlar", deb axunumni majburiy dugidek ittirishib, yo'lab yurib paytonga chiqadi. Va o'zi paytonning oldida o'ltirib, qo'lidagi uzun qamchisini havoda o'ynatib turib, bir qars qilgan ovozni chiqardi-da, otlar kura yo'lga qarab chepib ketdi. Ikki arg'amoq shunchalik ittik mangdiki, kuraga 5 soat mangdigan yo'lni 3 soatda besib bo'ldi. Payton murosimga ulgurib, kura qal'asining quvuq oldiga kelgan edi. Payton hayvatli qal'aning tashqi cho'ng quvuqi, ichki cho'ng quvuqlaridan o'tganda, otlarning usti beshidagi tuch qo'ng'iroqlar jaranglab, ajoyib hayvatlik ovozlarni atrofga yangratmoqda edi. Quvuq qaravullari bo'lsa, paytonni haydab ketayotgan paytonkashning usti beshidagi mansabdorlik eginlariga qarab, paytonning ichida kimning o'ltirganligiga hayron havas bilan dong qetib qolishgan edi. Payton murosim maydoniga yetib kelganda, paytonkash darhol paytonning eshigini egilib turib echib, bir tizini yerga qo'yib, yana bir tizini Niyoz alam axunumning dastlab tushishi uchun tutib berdi.
Paytundan tushishga taraddud qilayotgan Niyoz Alamaxonimmi ulug' bir insondek parvosiz holda paytunkashning tizig'i dastab turib, bir qo'li bilan oldida egilib turgan bosh ustidagi manjuja mansabdorlik qalpoqni mijib tutib, paytundan yerga asta tushdi. Bu hayron qolarliq manzarani ko'rgan atrofdagilarning ba'zilari hayronlik va havas bilan qarab turgan bo'lsa, ba'zilari qizg'angandek qilib, nima deyishini bilolmay qarishib turadi. Beshiga mansabdorlik qalpoqini kiyib olgan cho'qir hekim bo'lsa, Niyoz Alamaxonimning oldida ikki puklanib, egilib, qo'l bog'lab turadi. Onun egilgan beshidagi unchi marjon qadalgan mansabdorlik qalpoqi bo'lsa, bahayvat, mag'rur turgan Niyoz Alamaxonimning beshiga chiroyli qilib o'ralgan oppoq sallasi oldida hech nimaga arzimaydigan bir narsaga aylanib qolgan edi. Bu oppoq saqalliq axunimga egilib turib xizmat qilayotgan churuq hekimni va uning usti beshidagi mansabdorlik egillarining to'pig'i minib ketgan holini ko'rgan chilliqlarning ichi tit bo'lib, qattiq g'azablangan bo'lsa-mu, bundaq ahvol ostida nima qilishni, nima deyishni bilolmay gangirab, hangmiqib qolgan edi. Oxiri ularning orasidagi murosimga riyosatchilik qilayotgan bir amaldor jahli chiqib, tatirib ketgan chiroyini purishtirib turib, bu ulug' shayxni har qatim murosimga bundaq akiladigan ish bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin hargiz kelmasin. Hatto hozirla orqaga inib qaytib ketsin, deb qahri bilan vaqirdi. Yozg'uchi Habibulla Ablamitning Mas'ud Apandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mushu yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.